Qadrli do'stlar, odiylik dehqon bola bog'da, mana Xudo xolasa sizlarga bog'da pishgan bodom. Bodomlar ozgina qoldi. Nomi Ozarbayjon guli. Inshaalloh pishishiga oz qoldi. Mana bahorgi Ozarbayjon guli. Inshaalloh Xudo xolasa yirik, hosili katta bo'ladi mana. Ko'tara olmay ham qolyapti mevani. Qarang, bodomni. Kimgadir buni ishonchli ko'chatlari kerak bo'lsa, mana shu yerda ishonchli ko'chatlarni ko'paytirib qo'yilgan. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu yoqda ham ko'ringlar. Inshaalloh ko'chatlari shu kuzdan to bahor oyigacha sotuvda bo'ladi. Hosil o'ta chiroyli inshaalloh. Mana quyum solgan nasib qilsa. Hosiliga gap yo'q. Dehqonga bittadan like bosib ketasizlar inshaalloh mana. Men o'zim ham bodom yetishtirib birinchi marta hayron qolyapman inshaalloh. Bodom kattaligiga qaranglar. Qaranglar, haqiqiy Ozarbayjon. Gap yo'q. Mana inshaalloh manzil Namangan viloyatida. Bemalol kommentariyada kimgadir kerak bo'lsa yozsalaring, aloqa manzillarini yozib qo'yaman. Bemalol telefon qilib bog'lanib. Inshaalloh